Qizlar qaranglar qanaqa xonaga kirdim. Taniysizlarmi barakamerani? Bu individualniy barakamera deyiladi. Men sizlarga hozir bu barakamerani farqini tushuntirib beraman. Yaxshi o'tiribsizmi? Mana nazoratda vrachimiz o'tiribdilar. Buning ichida kichkina bolachamiz yotibdi, adashmasam. Mana yerda ko'ringlar. Yotibdi. Bu barakamera shundan iboratki, bilasizlar. Barakamerani vazifasi bizani bolajonlarimizning miyasiga kerakli kislorodni yetkazib berish. Ko'p kasalliklar kislorodning golodaniya orqali bo'ladi, gipoksiya deyiladi va miya faoliyati yaxshi ishlab bermaydi. Bu barakamera individualniligi bolajonning o'zini organizmidan, bolaning holatidan kelib chiqib kerakli bosim bolaning miyasiga beriladi. Uxlayotibdimi? Uxlab qoladimi shundan? Voy, oyisi ham kirib olibdilar ichiga. Oyisi bilan kirib olibdilar, kerakli bosim beriladi.